Semiz insonni ko'rganingizda hech qachon uni ustidan kulib, semizligi bilan ayblamang. Sen semizsan, nafsing buzuq, ko'p ovqat yeganing uchun semirib ketyapsan, dangasasan degan gaplarni umuman gapirmang. Chunki semizlik bu insonni o'zini ixtiyori bilan kelib chiqadigan kasallik emas. Semizlik bu insonni organizmidagi biologik signaldir. Shunaqa insonlar bor, har doim qat'iy sport bilan shug'ullanadi, vaqtida uxlaydi, doimiy tartibda ovqatlanib, suv normalarini ichib, har doim harakatda bo'ladi, defitsit kaloriya qiladi, lekin umuman ozisholmaydi. Bunaqa insonlarning organizmida har doim gormonlarda muammosi bo'ladi yoki tanasida yetishmayotgan vitamin, minerallar tanqisligi bo'ladi. Ko'pincha qalqonsimon bez gormonlari faoliyatining sekinlashishi, surunkali stress, vitamin, minerallar yetishmovchiligi organizmda energiyani tejash rejimiga o'tkazib qo'yadi. Ya'ni tana yog'ni yo'qotishga emas, balki uni saqlab qolishga harakat qiladi. Keskin kaloriya cheklovlari, haddan tashqari og'ir sport, och qolishlar natija bermaydi. Aksincha, sizni metabolizmingizni yana ham sekinlashtirib yuboradi. Agar sizda ham ortiqcha vazn muammosi bo'lsa va irodasizligim uchun ozolmayapman deb o'zingizni qattiq diyetalar bilan qiynayotgan bo'lsangiz, hoziroq kommentariyaga ozaman deb yozib qoldiring. Men sizga organizmingizdagi biologik signallarni, tashqi belgisi va semizligingizni kelib chiqish sabablari haqida to'liq ma'lumotlarni jo'natib qo'yaman.